Karlson ham Mitvoyning yong'og'iga qarab turardi. U anchagacha yong'oqdan ko'zini uzmadi. Keyin engashib shunday dedi: "Kel, yong'og'ingni o'zingga bildirmay olib qo'yishdan garov o'ynaymiz." "Yo'q, ololmaysan, chunki men uni kaftimga qo'yib, undan ko'zimni uzmayman." "Bo'pti, kel, garov o'ynaymiz", dedi yana Karlson. "Yo'q", dedi Mitvoy. "Bilaman, men yutaman, keyin sen yana konfetimni olasan." Bu xilda garov o'ynashning noto'g'ri ekanligiga Mitvoyning ishonchi komil edi. Axir u Bose yoki Beten bilan garov o'ynaganda yutuqni yutgan odam olardi-da. "Men garov o'ynayman-u, faqat eskicha, haqiqiychasiga o'ynayman. Konfetni yutgan odam olsin." "Ixtiyoring, nima desang shu, meshkay. Demak, garov o'ynaymiz-a? Kaftingdagi yong'oqni olganimni sezmay ham qolasan." "Bo'pti", rozi bo'ldi Mitvoy. "Fokus-pokus, filipokus", deb qichqirdi Karlson va yong'oqqa shartta chang soldi. "Fokus-pokus, filipokus", deb takrorladi va yong'oqni og'ziga soldi. "Shoshma", deb qichqirdi Mitvoy. "Yong'oqni olganingni ko'rdim." "Nimalar deyapsan?" dedi Karlson va shosha-pisha yong'oqni yutib yubordi. "Demak, sen yana yutibsan-da. Garovda bunchalik omadi kelgan bolani sira ko'rmovdim." "Ha, lekin konfetimni", deb g'o'ldiradi Mitvoy sarosimaga tushib. Axir konfetni yutgan odam olishi kerak edi-ku. "Ha-da", tasdiqladi Karlson. "Lekin konfet yo'q bo'lib qoldi, uni qaytarib berolmayman", deb garov o'ynashga tayyorman. Mitvoy indamadi-yu, biroq kim haq, kim nohaqligini so'z bilan aniqlab bo'lmasligini, bu vosita hech to'g'ri kelmasligini o'ylab qoldi. U bu haqda oyisiga aytmoqchi bo'ldi. Mitvoy qo'lini bo'sh cho'ntagiga soldi. Buni qarang-a, cho'ntagida yana bitta yong'oq qolibdi. Avval sezmagan ekan. Katta, ajoyib yong'oq. "Garov o'ynaymizmi? Mening yana yong'og'im bor." "Garov o'ynaysanmi? Men hozir uni yeb qo'yaman", dedi Mitvoy va chaqqonlik bilan yong'oqni og'ziga soldi. Karlson o'tirib qoldi. U darrov xomush tortdi. "Senga tuqqan onangdek bo'laman deb va'da beruvding-ku. Shirinliklarni nuqul o'zing yeysan. Sendaqa meshkay ochko'z bolani hech ko'rmagandim." U bir zum indamay o'tirdi. Qovoq tumshug'i battar osilib ketdi. "Birinchidan, sharf bo'ynimni qitiqlagani uchun 5 erlik tangani olganim yo'q." "To'g'ri, axir bo'yningga sharf o'raganimiz yo'q-ku", dedi Mitvoy. "Nima, sharfim bo'lmasa, men aybdormanmi? Agar sharf bo'lganida bo'ynimga albatta o'ragan bo'lardim. U bo'ynimni qichitgan bo'lardi. 5 ereni albatta olgan bo'lardim." Karlson Mitvoyga iltijo bilan qarab qo'ydi. Ko'zlariga yosh oldi. "Sharfim yo'qligidan ozor chekishim kerakmi? Nima, seningcha shu to'g'rimi?" "Yo'q." Mitvoy buni noto'g'ri deb hisoblardi. Shuning uchun ham u o'zining oxirgi 5 erlik tangasini tomda yashovchi Karlsonga berdi. Karlsonning qilmishlari. "Xo'sh, endi bir ko'ngilni yozaylik", dedi Karlson bir zumdan keyin. "Kel, avval tomma-tom chopamiz, keyin nima qilishimizni o'ylab olamiz." Mitvoy jon deb rozi bo'ldi. U Karlsonning qo'lidan ushlab oldi. Ikkovi tomga chiqishdi. Qosh qoraya boshlagan edi. Tevarak atrofdagi hamma narsalar ko'zga juda chiroyli bo'lib ko'rinardi. Osmon xuddi bahor kunlaridagidek ko'm-ko'k edi. Uylar g'ira-shira qorong'ulikda qandaydir sirli bo'lib ko'rinardi. Pastda Mitvoy ko'pincha o'ynayotgan bog' ko'karib ko'rinardi. Hovlidagi baland-baland teraklardan ajoyib o'tkir xushbo'y hid taralardi.
bugungi kecha ayni tomma-tom sayr qilish uchun yaratilgandek. Ochiq derazalardan xilma-xil tovush va g'ovur-g'ovur allaqanday odamlarning pichirlab gapirishlari, bolalarning sho'x kulgisi-yu achchiq yig'isi eshitilardi. Kimdir jaranglatib oshxonada idish-tovoq yuvardi. Itlar vovullardi. Pianinoning darang-durungi quloqqa chalinardi. Qayerdandir mototsikl tirillardi. U o'tib ketgach, ot tuyoqlarining dukur-dukuri-yu arava g'ildiraklarining taraqa-turuqi eshitilardi. Agar odamlar tomda yurishni qanday mazza ekanligini bilishsa, ular allaqachon ko'chalarda yurishmay qo'yishardi, dedi Mittivoy. Bu yer juda mazza-ya. Ha, biroq juda xavfli, dedi darrov Karlson. Chunki yiqilib ketish hech gap emas. Men senga bir nechta joyni ko'rsataman. Pastga qarasang, yuraging orqaga tortib ketadi. Uylar bir-biriga shunday yaqin, jips ediki, tomdan tomga bemalol sakrab o'tish mumkin. Bo'g'otlar, boloxonalar, mo'rilar tomdan juda g'alati bo'lib ko'rinardi. To'g'ri, tomda yurish juda xavfli edi. Pastga qarasang, boshing aylanib ketardi. Bir joyda uylar orasida keng kovak bor ekan. Mittivoyning o'sha kovakka yiqilib tushishiga sal qoldi. Bir oyog'i bo'g'otdan sirg'alib tushganda, baxtiga Karlson qo'lidan ushlab qoldi. Xo'sh, qalay? Dedi Karlson Mittivoyni tomga tortib olarkan. Mana, shunaqa joylar haqida gapirgandim. Oldinga ketdikmi? Mittivoy yuragi gup-gup urib, ortiq yurgisi kelmay qoldi. Ular shunday xavfli joylardan yurishdiki, yiqilib ketmaslik uchun qo'l va oyoqlari bilan tirmashib olishdi. Karlson bo'lsa Mittivoyga qiziqarli bo'lsin uchun jo'rttaga qaltis yo'llarni tanlardi. Menimcha, endi bir oz ko'ngilxushlik qilsak ham bo'ladi, dedi Karlson. Men ko'pincha kechqurunlari tomda aylanib yurib, boloxonada turadigan odamlar bilan hazillashishni yaxshi ko'raman. Hazillashganing nimasi? Deb so'radi Mittivoy. Har xil odamlar bilan har xil hazil qilaman. Bitta hazilni hech qachon 2 marta takrorlamayman. Qani aytchi, dunyodagi eng zo'r hazilkash kim? Birdan yaqin joyda chaqaloqning yig'isi eshitildi. Mittivoy kimdir yig'layotganini avval ham eshitgandi-yu, lekin sal o'tmay yig'i tingandi. Aftidan chaqaloq birpas dam olganga o'xshaydi. Hozir yana yig'ini boshladi. Qichqiriq eng yaqin boloxonadan eshitilardi. Chaqaloqning yig'isi juda mungli, ayanchli edi. Bechora bola, dedi Mittivoy. Balki uning qorni og'riyotgandir. Hozir bilamiz-da, dedi Karlson. Ular boloxonaning derazasigacha karnizdan emaklab borishdi. Karlson boshini ko'tarib ehtiyotkorlik bilan xonaga qaradi. Bola bechorani bitta o'zini tashlab ketishdi-ya, dedi u. Turgan gap. Ota-onasi qayerdadir sanqib yuribdi. Bola bechora big'illab yig'lardi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik. Karlson o'rnidan turdi-da baqirib gapirdi. Tomda yashovchi Karlson dunyodagi eng yaxshi enaga kelyapti. Mittivoyning tomda yolg'iz o'zi qolgisi kelmadi. U ham Karlsonning orqasidan ketma-ket derazadan oshib tushdi. Tushishga tushdi-yu, chaqaloqning ota-onasi kelib qolsa nima bo'ladi deb o'yladi qo'rquv aralash. Karlson bo'lsa juda xotirjam, pinagini buzmasdi. U chaqaloqning karavoti yoniga keldi-da, yo'g'on barmog'i bilan uning bag'baqasini qitiqladi. Bidi, dedi u erkalab. Keyin Mittivoyga o'girilib tushuntira ketdi. Chaqaloqlar yig'laganda doim shunday deyiladi. Chaqaloq hayron bo'lib bir zum jimib qoldi. Keyin yana yig'lab yubordi. Bidi, dedi takrorladi Karlson. Keyin chaqaloqlarni yana mana bunday qilish kerak, deb qo'shib qo'ydi. U chaqaloqning qo'liga oldi-da bir necha bor qattiq silkitdi. Chaqaloqqa bu yoqdi shekilli, birdan yig'idan to'xtab tishsiz og'zini ochib kulimsiradi. Karlson o'zida yo'q xursand edi.
Chaqaloqni ovutish juda oson-da, dedi u, dunyodagi eng yaxshi enaga. Biroq uning gapi og'zida qoldi, chunki chaqaloq yana yig'lab yubordi. Bedi, 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 deb to'ng'illadi Karason achchig'i chiqib va qizchani yana qattiqroq silkitdi. Eshityapsanmi? Yo'qmi? Bedi, 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 tushunarlimi? Biroq qizcha battar chinqirib yig'lardi. Mittivoy unga qo'lini cho'zdi. Kel, uni men olaychi, dedi u. Mittivoy kichkina bolani juda yaxshi ko'rardi. Shuning uchun ham oyisi bilan dadasiga menga singilcha olib beringlar deb ko'p yalingan. Axir ular it sotib olib berishga hech ko'nmaydilar-ku. U Karasonning qo'lidan yig'lab turgan chaqaloqni oldi-da, uni ko'ksiga bosdi. Yig'lama, jajji qiz, dedi Mittivoy. Shunday oppoq, shunday shirin qizchasan. Qizcha indamay qoldi. U Mittivoyga charaqlagan ko'zlarini tikdi-da, yana kulimsiradi. Keyin allanimalar deb chug'urladi. Unga bidi-bidi deganim ta'sir qildi, dedi Karason. Bidi-bidi, bidi, doim shunaqa, tez ta'sir qiladi. Men buni 1000 martalab sinaganman. Qiziq, uning oti nima ekan? Dedi Mittivoy va ko'rsatkich barmog'i bilan chaqaloqning yuzini silab qo'ydi. Gulfiya, deb javob qildi Karason. Qizchalarga ko'pincha shu ismni qo'yishadi. Mittivoy qizlarni Gulfiya deb chaqirishganini hech ham eshitmagandi. Lekin chaqaloqlarga qanday ism qo'yishni hech kim bilmaganda ham dunyodagi eng yaxshi enaga bilsa kerak deb o'yladi. Jajji Gulfiya, qorning ochganga o'xshaydi-ya, dedi Mittivoy chaqaloq uning barmog'ini so'rmoqchi bo'lib talpinayotganini ko'rib. Agar Gulfiyaning qorni ochgan bo'lsa, mana bu yerda kolbasa bilan kartoshka bor ekan, dedi Karason stolga qarab. Karasonning kolbasa va kartoshkasi bor ekan. Dunyoda bitta ham chaqaloq ochdan o'lmaydi. Biroq Mittivoy Gulfiyaning kolbasa bilan kartoshka yeyishiga ishonmasdi. Bunaqa chaqaloqlarga menimcha sut berishardi shekilli, deb e'tiroz bildirdi u. Demak, seningcha dunyodagi eng yaxshi enaga bolalarga nima berish mumkinligini, nima mumkinmas bilmaydi. Shundaymi? Dedi Karason jahli chiqib. Lekin sen meniki to'g'ri deb turib olsang, uchib borib sigir olib kelishim mumkin. Karason derazaga norozi bo'lib qaradi-da, qo'shib qo'ydi. Faqat sigirni bu kichkina derazadan olib kirish ancha qiyin bo'ladi-da. Gulfiya Mittivoyning barmog'ini ushlayman deb talpinar va hiqillab yig'lardi. Chindan ham qizchaning qorni ochganga o'xshaydi. Mittivoy qidirib sut topolmadi. Likopchadagi 3 bo'lak kolbasadan boshqa hech nima yo'q edi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, dedi Karason. Sutni qayerdan topish mumkinligini esladim. Men bitta joyga uchib borib kelishim kerak. Xo'p, men tez qaytaman. U qornidagi tugmachani bosdi. Hash-pash deguncha derazadan o'qday uchib chiqib ketganini Mittivoy sezmay qoldi. Mittivoy juda qo'rqib ketdi. Karason har galgiday bir necha soat yo'q bo'lib ketsa-ya, chaqaloqning oyisi bilan dadasi qaytib kelib, Gulfiyani Mittivoyning qo'lida ko'rishsa-ya, xo'sh, unda nima bo'ladi? Biroq Karason bu safar uni uzoq kuttirib qo'ymadi. U derazadan gerdayib uchib kirdi. Qo'lida chaqaloqlarni emizadigan emizg'ichli shishacha bor edi. Qayerdan olding? Deb so'radi Mittivoy hayron bo'lib. O'sha, har doim sut olib yuradigan joyimdan-da, deb javob qildi Karason. Osterumdan, boloxonaning biridan oldim. Nima, o'g'irlab keldingmi? Deb so'radi Mittivoy jahli chiqib. Uni qarzga oldim. Qarzga? Qarzingni qachon qaytarib bermoqchisan? Hech qachon. Mittivoy Karasonga o'qrayib qo'ydi. Karason esa qo'lini siltab qo'ya qoldi. Parvo qilma. Kichkinagina bir shisha sutda o'sha uyda yashovchi oilada birdaniga 3 bola tug'ilibdi. Ularning boloxonasida muz solingan chelakda bunaqa shishachalar to'lib toshib yotibdi. Ular Gulfiya uchun ozgina sut olganimga
qaytaga xursand bo'lishadi. Gulfiya kichkina do'mboq qo'lchalarini shishaga cho'zib, sabrsizlik bilan labini cho'lpillata boshladi.